Assalomu alaykum hammaga, xayrli tong. Bugun murabbiyimiz kelgan. Bu murabbiyimizda elektrikasida muammo bo'lgan. Shunga zamoklari ham yonib ketgan. Hozir endi ko'rib chiqib bitta предохранитель etilib turadi, bilsanglar. Shunga mana bunaqa narsa qo'yib yubordik. Yana boshqa joyda muammosi ham chiqyapti. Simlari massalar erib ketgan. Ko'rib chiqish kerak buni. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha maslahatlarni berib boramiz. Hammaga rahmat.